Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz opa singillarimiz, sog' omonmisiz? Bugungi sana 5-aprel, hijriy sana 1447-yil 17-shavval oyidir. Marhamat, kanalimizda barcha viloyat va shaharlar uchun namoz vaqtlari jadvalini qo'yib qo'ydik. Marhamat, foydalaning. Aziz opa singillarimiz, kelinglar duo qilamiz. Bu kunni sog' salomat, eson omon tong ottirganimiz uchun alhamdulillah. Allohga behisob beadad shukronalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalomga saloti salomlarimiz cheksiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom ahli baytlariga, sahoba ikromlariga, ansorlarga, tobiinlarga salomlar bo'lsin ilohim. Xonadonlarimizga qut baraka, fayz baraka, tinchlik, omonlik, xotirjamlik kunlarini ato etsin Allohim. Hamisha farzandlarimizni o'z panohida saqlab, hifzi himoyasida asrasin. Ilohim farzandlarimizni ko'z quvonchlaridan qilsin. Ota-onalarimizni umrlariga, rizqlariga Allohim o'zing baraka ato etgin. Ularni tani jonlarini sog' salomat aylagin. Umrlariga umr, rizqlariga rizq qo'shgin Allohim. Xo'jayinlarimizning ishlarini o'ngidan bergin, omadlarini bergin Allohim. Hamisha yurgan yo'llarini bexatar, beshikast qilgin Allohim. O'zing haloling bilan rizqlantiring, harom aralashtirmasdan. Ey Robbim Allohim, kalomingni, Qur'oningni qalbimizga jamlagin. Allohumma ijma kalamika fi sodri. Kalomingni qalbimizga jamlaginki, bizga yod olishni oson qilgin Allohim. Qur'on ichida yashashlikni nasib qilgin. To'g'ri yo'lingni adashtirmagin, hidoyatingni dariq tutmagin Allohim. O'z huzringdan bo'lgan baraka nuringni, ziyo nuringni yog'dirib turgin Allohim. Gunohlarimizni kechiring, o'zing mag'firating dariq tutmagin Allohim. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalomga salot salomlarimiz bo'lsin. Robbina atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Aziz opa singillarimiz, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Keyingi videolargacha Allohga omonat bo'linglar.